Tahlil avvalini O'zbekiston o'zini tarixidagi eng kuchli raqibni yengdi deb boshlayman. Mani fikrimga qo'shilmaydiganlar Eron misolida qarshi chiqishligisi mumkin. Ki Eron muqaddam Osiyoning eng zo'r komandasi bo'lgan. Jahon darajasida ham Angliyalar bilan, Argentinalar bilan, Portugaliyalar bilan teng-teng tashlashib bera olgan terma jamoa sifatida hammaning miyasida, xotiralarida qolgan bu jamoa. Faqat mana shu xotirada qolgani uchun hamki O'zbekiston azaldan Erondan qo'rqib kelgan. Yaqin-yaqinda ham O'zbekiston Erondan kuchli deb turibdi hamma, lekin futbolchilar g'alaba uchun o'ynashmayapti. Eron qizil ovotda, O'zbekiston g'alaba uchun bosmayapti. Chunki miyada qolib ketgan Eronni chaqilmas yong'oq sifatidagi xulosa fikr. Vaholanki hozirgi Eron o'sha afsonaviy Erondan tubdan farq qiladi. Oldingi Eron yo'q, undan faqatgina nom qolgan. Biza yutgan Misr Afrikani 7 karra chempioni agar tarixdan keladigan bo'lsak. Eron Osiyoni 7 marta yutmagan. Va mana shu Misr har doim Afrika chempionligi uchun ham favorit bo'lgan va doim kurashgan, uzoqqa borgan. Men bu jahon chempionatlarida ham Misr qaysidir terma jamoa yuta olsa, bu katta ishdek ko'ringan. Yutqizib qo'ysa, vahima qilinmagan yoki fojia yasalmagan. Demak, Misrda savlati bor. Biz ham mana shunaqa jamoani yutdik. Yutganda ham qaranglar. O'zi bu musobaqa Align Cup yutqizmay kelayotgan, kam yutqizadigan eng baquvvat terma jamoalarni yig'ib o'tkazilayotgan musobaqa. Eron o'zining guruhida birinchi o'rin bilan yetib keldi. Bittagina mag'lubiyat u ham bo'lsa Qatarga uchralgan, balki u o'yinni sotgandir. Misr 10 ta o'yin, 8 ta g'alaba, 2 ta durang mag'lubiyat yo'q. Guruhida birinchi o'rin. 2 ta birinchi o'rin botdimi? Uchinchisi Cabo Verde 7 g'alaba, 2 durang, 1 mag'lubiyat. Mag'lubiyat Kamerun ikkinchi o'rin jamoasini uyida uchralgan. Vaholanki bu guruhning asl favoriti Kamerun edi. Lekin shu joydan birinchi o'rin bilan Cabo Verde jahon chempionatiga yo'l oldi. 4 ta jamoadan 3 tasi o'z guruhini birinchi o'rinda tamomladi. Faqatgina O'zbekiston ikkinchi o'rin bilan bu musobaqada qatnashayotgan edi. Ko'rinishidan outsider kuchsiz bu O'zbekistondek edi. Vaholanki Misrni yutib Eronga qarshi finalda 18-noyabr kuni 21:00 da o'ynashini isbotlab qo'ydi va esingizda bo'lsa, eronlik jurnalist aytgan edi, agar biz yana O'zbekiston bilan o'ynaydigan bo'lsak, men o'zim mosaman deb. Xuddi shunaqa bo'ldi. Misr so'nggi 10 ta o'yinida hammasida birinchi taymda gol urib kelgan. Hammasida birinchi taymda raqibni bosgan. Ikkinchi taymda raqibga o'ynashga imkon bergan. O'zbekistonga kelganda birinchi taymda O'zbekistonga gol ura olmayapti. Bu katta yutug'imiz bizani. 8 ta, so'nggi 8 ta o'yinda raqiblari Misrga gol ura olmagan. O'zbekiston uryapti. Jahon chempionati saralashida 10 ta o'yinda 20 ta gol urgan. Har bitta o'yinda 2 tadan to'g'ri keladi. Bor yo'g'i 2 dona o'tkazgan. Bittadan o'tkazgan. O'zbekiston birato'lasi bitta o'yinda 2 turib qo'yyapti. Tag'in ham birinchi taymda. Birinchi taymda borini tashiydigan terma jamoaga birinchi taymda 2-0 g'alaba. Qoyil qolish kerak O'zbekistonga faqat. Endi analitika qilamiz. Bu Fabio Cannavaroning o'zining haqiqiy g'alabasi bo'ldi. Sabablari ko'p. Birinchidan tarkib tanlashdi. 5 ta himoyachi, chapda Sherzod Nasrullayev, Abduqodir Husanov, markazda Abdulla Abdullayev, o'ngroqda Husniddin Aliqulov, o'ngda Hojiakbar Alijonov. Bundoq qarasanglar o'zgarish yo'qdek, lekin yaqindan qarasanglar siz kimni ko'rmaysiz? Hamraliyevni ko'rmaysiz. Kapadze terma jamoaga keldi, Hamraliyevni tiqdi, zaxiradan Jiyanovni tushira boshlagan edi. Va Urugvayga qarshi o'yinda o'sha Hamraliyev xatolar qildi. Kapadze ketdi, Hamraliyev ham asosiy tarkibdan ketdi, Xudoga shukrki. Chunki Paxtakorda men o'zim ko'rganman. Abdulla Abdullayev Hamraliyevga ustozlik qilib to'g'ri joy tanlashni o'rgatib yurardi. Kapadze paytida Abdulla Abdullayev emas, Hamraliyev o'ynardi. G'alati-ku, to'g'rimi? Ana endi qisman adolat tiklanyapti.
Abdulla Abdullayev tajribasi bo'yicha ham, ayniqsa to'g'ri joy tanlashi bo'yicha eng yaxshi markaziy himoyachilarimizdan bittasi. Nimaga Rustam Ashurmatov emas, nimaga Umar Eshmurodov emas? Aynan Abdulla Abdullayev. Chunki u bunga munosib, Hamraliyevdan ko'ra ko'proq ayniqsa munosib edi. Kapadzeni ishini qilmadi, to'g'rimi? Bu Cannavaroning ishi, to'g'rimi? Endi qaranglar. Ikkita yarim himoyachidan voz kechdi. Srechko Katanis Seshidi ikkita yarim himoyachi. O'zi bitta qo'shib 3 ta qilib qo'ydi, to'g'rimi? Nimaga 3 ta qildi? To'g'ri, endi bu Misrdan kelib chiqib ham qilindi, lekin qo'l keldi-da shu narsa. Shu narsani Cannavaro qildi. Va hujumda 2 kishini tanladi. Bo'lmasa Oston O'runov o'ngda qoldiraverib, hamma qilib ketgan ish. Ostonni o'ngda qoldiraverib, chapga Hojimat Erkinov tushirsa ham bo'lardi. Hojimat Erkinov Paxtakorda ham zo'r o'ynayotdi, to'g'rimi? Temur Kapadzen o'zi kerak bo'lsa shu ishni qilib ketdi. Katanisdan 3 ta, ikkita qanot Wenger va bitta nominal hujumchi uslubi qoluvdi. Kapadzen ham xuddi shunaqa davom ettiryapti. Lekin Cannavaro bu ishni davom ettirmadi. Ko'proq sifatga urg'u berdi va markazda zichroq bo'lishimiz uchun 3 ta yarim himoyachini qo'ydi. Bu zichlik nafaqat raqibni kirgizmaslik uchun, balki himoyadan hujumga chiqish uchun ayni muddao edi. Chunki O'zbekistonning eng zaif nuqtasi bu uning yarim himoyasi bo'ladi. Kam sonli yarim himoyasi bo'ladi. Kamdan kam terma jamoalar ikkitagina yarim himoyachi bilan o'ynaydi. Bechora Otabek Shukurov bilan Odil Hamrobekovlar ham ikkalovi hujum buzardi, ham ikkalovi hujum boshlardi oldin. Juda ko'p mehnat qilishardi shu bolalar. Jaloliddin Masharipov ham qaytib turardi, lekin shuni ham inobatga olaylik. Bu safar Azg'aniyev o'ngroqqa qildi, Otabek Shukurov chaproqda qildi, markazda Odil Hamrobekovga berdi va shu bilan balans ushaldi. Ushalganda ham bu yarim himoyachilar orqaroqda o'ynamadi-da, oldinroqda o'ynaldi. Shuning uchun ham biz raqibni o'zimiz jarima maydonchamiz boshlanishi bilan sal zichlashib kutib oldik. Bu Misrni qamal qilishiga imkon deyarli bermadi. Berdi-yu, lekin uzoqroqdan qamal qilishga imkon berdi. Misr oldingi o'yinlarini ko'rsanglar, Misr katta korobkani, raqibni katta korobkasini ichiga raqiblarini qamab qo'yardi-da, o'sha katta korobkani atrofi bo'ylab pas aylantirardi. O'zbekiston Misrni nog'orasiga o'ynamadi. Sal teparoqdan kutib oldi raqibni. Kutib olganda ham oradagi bo'shliqlar futbolchilarimiz o'zaro zichroq, masofa yaqinroq joylashgan hisobiga Misr futbolchilari hech narsa qila olmadi. Bizachalik vaziyatlar yarata olishmadi. Bizning vaziyatlarimiz endi individual mahorat, ozgina omad, Oston O'runov yuzaga kelgan goli, lekin vaziyatlar bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, g'alabaga biz haqli edik. Eldor Shomurodovda birga bir vaziyat hech forgani misol uchun. Bu Cannavaroning qilgan uslubi edi. Endi qaranglar, Misrni joylashuvi haqida gapiraman. Misr o'yinni 4-3-3 bilan boshladi. Chap qanot himoyachisi yarim himoyaga o'tib oladi. Shunda qaranglar. Himoyachilar 4 tadan 3 taga kamayib qoldi. 3 ta yarim himoyachilar esa 4 ta bo'ldi, to'g'rimi? Bunda olganda. Endi e'tibor beringlar. 10 qanot himoyachisi hujumga chiqib ketib qoladi. Chap hujumga kirmaydi. Chap yarim himoyaga kirib oladi. Chap qanot himoyachi yarim himoyaga kirib oladi. 10 qanot himoyachi hujumga o'tib oladi, chunki Saloh markazlashib ketadi. Buni o'yindan oldingi tahlilda ham aytdim, sharhlovchilar ham aytishdi. Saloh Messiga o'xshab o'ynayapti, o'ngroqdan qabul qilyapti, markazlashib ketyapti deb. Saloh Misrda oldin ham shunaqa o'ynagan, boshqa o'yinlarda ham. U markazroqqa ketib qolavergan. Va o'shaning uchun bu endi trener anaqasi, o'shaning uchun 10 qanot himoyachini hujumga qo'yib qo'ygan. Saloh kerak bo'lsa u bilan pas o'ynaydi yoki Saloh o'rnini u to'ldirib turadi. Saloh markazlashib ketadi. Markazda bitta hujumchi va nominal hujumchi bor, Mustafa Muhammad degan. Ikkita hujumchi bo'ldi, to'g'rimi? Va boya sizlarga aytganimdek, yarim himoyachisi 3 ta dedim, chap qanot himoyachisi kirdi, 4 ta bo'ldi dedim, to'g'rimi? U nimaga kiradi? Balansni ushlash uchun. Balans nimaga ushalyapti? Chunki 3 ta yarim himoyachidan bittasi markazdagi Aql Zizu, u ham raqibning jarima maydonchasiga kirib oladi va shu bilan raqib jarima maydonchasida Misrda 3 ta hujumchisi bo'ladi. Yarim himoya 3 kishi bo'lib, 3 kishidan Zizu ketgani uchun 2 ta bo'lib qoldi va chap qanot himoyachining kirishi bilan balans ushaldi, 3 talik bo'ldi. Mana shu 3 ta yarim himoyachidan bittasi tepada Aql bo'lib beradi. Bu Zizu hujumlarga qo'shiladi. Mana Dragan Cheran qanaqa futbolchi? Xuddi shunaqa. Neftchida qisman Jamshid Iskandarovga o'xshatsak bo'ladi, lekin Al-Hiloldagi Sergey Milinkovic Savichga birga bir o'xshatsak bo'ladi. Mana qiyoslab xayol qilib keltirib olishingiz uchun aytayapman.
Qolgan ikkita yarim himoyachidan bittasi tayanch yarim himoyachisi bo'lib turib, himoyadan kaptonni olib chiqadi. Himoyachilarni balki ichiga kirib olishi ham mumkin. Milanda Modric xuddi shunaqa kirib oladi, kaptonni olib chiqadi yoki himoyadan salgina oldinroq o'ynaydi. Himoya atrofida o'ynaydi. Himoyadan kaptonni olib chiqadi. Bitta yarim himoyachisi, yana bitta yarim himoyachisi raqib hujumlarini buzadi. Hammani vazifasi bor, ko'rasizlar. Zizu tepada hujumni qo'llab-quvvatlaydi. Bitta yarim himoyachisi raqib hujumlarini buzadi, ikkinchisi himoyadan kaptonni olib chiqadi. Va chap qanot hujumkor yarim himoyachisi Marmush o'rnida o'ynagan bola o'zini pozitsiyasida qovuradi. Uni oldiga men bu chap qanot himoyachisi kelmaydi. Misol bizda Sherzod Nasrullayev chap qanotdan hujumlarga qo'shilaversa, Misrda bunaqa bo'lmaydi. Bundan ko'zlangan maqsad nima? Boya aytganimda, endi qaranglar. Misr raqib jarima maydoni ichida necha kishi bo'lib ketyapti. O'ng tarafdan o'ng qanot himoyachi kirib keldi, raqib tarafda bitta, to'g'rimi? Saloh markazga ketib qoldi, ikkita bo'ldi, to'g'rimi? Nominal hujumchi Mustafa Muhammad bor, 3 ta bo'ldi, to'g'rimi? Zizu kiradi, 4 ta bo'ladi. Chap tarafdagi Marmush o'rnida o'ynab yurgan bola bilan 5 ta bo'ladi. Va 5 ta bola ko'rasizlar, raqib ichida yuqori pressing qiladi, hujum tashkillashtiradi. Tepada 5 ta bola o'ynayapti. Kamdan kam terma jamoali bunaqa hujumkor o'ynaydi va O'zbekiston mana shunaqa hujumkor o'yinga qarshi gol o'tkazmadi. Yuqorida aytganimdek, Misr so'nggi 10 ta o'yinining hammasida birinchi taymda gol urib kelgan. Tushunasizlar? Birinchi taymda raqibini bosib tashlagan. Teskarisini biza qivordik. Va qolgan 3 ta yarim himoyachi orqadan turib hujumni qo'llab-quvvatlaydi. Pas o'ynash ehtimoli bo'ladi, raqib to'p olib qo'ysa o'sha yerda buzib tashlash bo'ladi. Xullas, 3 ta yarim himoyachi orqadan balansni ushlab turib beradi. Va Misrning boshqa o'yinlarini ko'rib, o'yindan oldin aytgan edim, nominal hujumchisi Mustafa Muhammad ja yaxshi o'ynab qoyillatib qo'ymaydi deb, bu o'yinda ham bir nimani do'ndirib bermadi u bola. Shu mana shunaqa gaplar. Biz g'alaba qildik, endi mana shu erishilgan g'alabachi Eronni yutilgan g'alabadan ham ustunroqligini bolalarning miyasiga singdirsa, Fabio Cannavaro, natijada Eronga sal pastroq nazar bilan qaraymiz. Bu pastroq nazar bizdagi qo'rquvni sal tushirib beradi, balki yo'qotib ham beradi. Ertaga 18-noyabr 21:00 da biz Eronga qarshi qo'rqib tushmaymiz natijada. Tushunasizlarmi? Tengma-teng normalniy kayfiyatda tushib boramiz. Chunki Misr Erondan kuchli edi. Shuni bolalarga singdirish kerak. Sizlar mo'jiza qildinglar. Afrikaning eng zo'r komandasini yutdinglar. Erondan kuchli edi bu jamoa deb turib bolalarga miyaga singdirilsa, tabiiyki o'z-o'zidan Eronga pastroq nazar bilan qarash bo'ladi va oldingidek qo'rqib o'ynamaymiz Eronga qarshi. Bu safar Erondan ham ko'proq ustunlik bilan ustunlik qilib turib o'ynaymiz. Shunaqa gaplar. Tahlildan qoniqqan bo'lsanglar, men xursandman.